Assalamu alaykum. Men Medine Hilal'dan ve Dennon Qulucu şəhərdən. Hazır Türkiyə fuqarası. Men bugün singlim Mevlüde Hilal'dan haqqında guvalıq verməkçi. Singlim Mevlüde 1986 yılı 7 ayının 1 günü doğulğan. Qulucu şəhər İli Koca 5 xan 33 qorada olduruşluq. Singlim Mevlüde 2006 yılı Türkiye'ye oxuş gəlgən və İstanbul Üniversitesining Soda başqarış kəsbini bitdəyən. 2012 yılı vətən qaytıb ketgan. Singlim Mevlüde 2017 yılının ahırda lager kirib ketgan bo'lib, 2019 yılı 5 ayda qo'yib berilgan. Ammo 2019 yılı 6 ayının 12 kuni davlatni parchalash maqsadi bor degan gumon bilan qayta tutqun qilingan. 3 aydan keyingi bugungi kunda oblastlik sot mahkamasidan sot ochmoqchi ekanligini uqtirgan. Demek Xitay hükümeti singlim üstüdün uydurma cinayetlerini to'qib, kesim e'lon qilmoqchi bo'layotganligi aniq. Singlim Türkiye'ye qonunliq kelib, oliy maktabda o'qib ketgan. Türkiye'de hech qanday qonunsiz ve siyasi ishlarga aralashmagan. Uning gunohi Uyg'ur bo'lganligi ve Türkiye'de o'qiganligidir. Men ve yo'ldoshim vatandagi oilamiz ve o'qituvchilarimiz bilan aloqa qilmag'ili 2,5 yildan oshdi. Bir hafta ilgari singlim haqidagi bu uchurni oldim ve guvohlik berishni qaror qildim. Men Türkiye hükümetinden, Avrupa Birliği'den ve Amerika İnsan Hakları Teşkilatlarından yardım so'rayman. Singlimni qutuldirib qilinglar. Shundaqla singlimga o'xshash Türkiye'ye kelib o'qiganligi uchun Xitoy turma ve lagerlarda behuda azap chekayotgan beguna Uyg'ur o'quvchilarning tezroq qutulib chiqishi uchun Türkiye hükümetinin ko'proq kuch chiqarishini talab qilaman.